bolam sog'lom bo'lsa, a'lochi bo'lsa, olimpiadalarda qatnashsa, chiroyli bo'lsa, sportsmen bo'lsa, mana men zo'rman. Sanitarkalikdan boshlaganman. Qanaqa kuch, qanaqa yurak, qanaqa qalb kerak-da. Bir bolani hayotini rasvo qilasiz. Sizni yo'nalishingizga qanday tashxisli bolalar kiradi? Videoga olib darsimni vrachga ko'rsatishgan. Ularni chiroyli olami bor. Biz ularni qiynaymiz. Buni qil deb. Chunki meni bitta gaplari juda ham dahshatga soldi. 9 oylik qorni bilan suv isitib, kranda suv kachas qilib, ovoz chiqazib ismini aytganda so'zga so'radigan bolaning so'zkasi qanchadir sekundda to'xtaydi normada. Autizm epidemiyaga aylangan. Kamonga o'xshab bunday orqasiga bukilib oladi. Juda ham bu qo'rqinch. Muammo bor, norozilik bor, kimdir bunga javob berish kerak. Meni dunyoga kelishim bekorga bo'lmagan onam uchun degan. Boya aytdim-ku, biz oyoq-yalang yurganmiz, daraxtlarning ustiga chiqqanmiz, yuvilmagan mevalarni yeganmiz. Har bitta bolani har 3 oyda bitta rasm chizdirib test qilish kerak. Keling, mana onalarga aytaylik. Qat'iyan man etiladi. Assalomu alaykum, hurmatli Giza psixologiya markazi. Tinib tinchimaydigan, ilm yo'lini tanlagan, o'z ustida doimiy ishlashni istagan ayollar. Navbatdagi podkast va men har doimdagi juda ham qiziqarli, juda ham noyob, ajoyib insonni bugungi suhbatga taklif qilganman. To'g'risini aytsam, o'zim yaqinda tanishdim, tasodifan tanishdim kuratorim orqali va shunchaki tanishuv suhbati biz bir 2 soat, 3 soatlik suhbatga aylanib ketdi. Shunaqa ham qiziqib ketdim va o'zimni soham aynan psixologiya yo'nalishi, o'zini anglash yo'nalishi, ayollar bilan ishlash va ayniqsa farzand tarbiyasi va farzandlarimizni salomatligiga tegishli bo'lgan kuchli, juda ham kuchli mutaxassis, o'z ishini ustasi, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan inson va nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda, dunyo miqyosida izlanishlar olib boradigan inson bilan tanishganimdan so'ng albatta bu bilan sizlar bilan ham bo'lishni istadim. Juda ham istadim va tez kunlarda podkast uyushtiramiz, siz albatta kelasiz deb va'dalarni oldim. O'ylaymanki, adashmaganman va bugungi suhbat nafaqat qiziqarli, balki foydali ham bo'ladi. Kuzating, xulosa qiling va albatta videomizni oxirigacha ko'ring, yaqinlaringiz bilan ham bo'lishing. Chunki har bir ayol kishi uchun, har bir ona uchun farzandini salomatligi, uni kelajagi, uni baxti, menimcha biz o'zbek ayollari uchun o'zini baxtidan ham birinchi o'rinda oldin tursa kerak. Aynan shu maqsadga, mana shu mavzuga bugungi podkastimiz bag'ishlangan. Kuzating, xulosa qiling va albatta videomizni oxirigacha ko'ring, yaqinlaringiz bilan ham bo'lishing. Chunki har bir ayol kishi uchun, har bir ona uchun farzandini salomatligi, uni kelajagi, uni baxti, menimcha biz o'zbek ayollari uchun o'zini baxtidan ham birinchi o'rinda oldin tursa kerak. Aynan shu maqsadga, mana shu mavzuga bugungi podkastimiz bag'ishlangan. Mamnuniyat bilan bugungi mehmonimizni sizlarga tanishtirmoqchiman. Bu Shahnozaxon Imomxo'jayeva, lekin mendanda ko'ra o'zlari haqida batafsil ma'lumotlar beradilar. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nargiza. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Va shunaqa podkastga chaqirganingizga. To'g'risini aytsam, bu meni birinchi podkast. Hali bo'lmaganman. Ham tajriba, ham malaka bo'ladi deb o'ylayman o'zimga ham. Markazingizga rahmat, administratorlaringizga har doim eslatib turib, keling deb, grafingizdan joy toping deb rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Kimsiz? Nima bilan shug'ullanasiz? Nima uchun shuncha yildan beri bitta narsaga urasiz? Nima uchun aynan shu sohani tanladingiz? Mana o'zingiz haqingizda tanishtirsangiz va bugungi podkastni aslida yana bir maqsadi, Shahnozaxon yaqinda konferensiya uyushtiryaptilar. Mana shu konferensiyaga ham diqqatingizni tortmoqchimiz. Men Imomxo'jayeva Shahnoza Adilovna bo'laman. 26 yildan beri oligofrena pedagog bo'lib ish faoliyatimni yuritaman. Oligofrena pedagog degani imkoniyati cheklangan bolalarni akademik bilimlari, hayotga moslashuvi, o'sha qanaqa kamchiligi bo'lsa, o'sha kamchiligidan kelib chiqqan holatda ularni hayotga tayyorlash degan mutaxassislik. Nizomiy nomidagi Davlat pedagogika universitetini 2000-yilda bitirganman. Meni o'zi
avlodim desam ham bo'ladi, pedagoglardan iborat. Ziyolilar oilasidaman. Mani onamlar pedagog, qaynonam pedagoglar, buvimgilar hammaligi. Onamlar ZPR deyiladi. Endi hozir biz o'zbekchada ruhiy rivojlanish suslashgan bolalar bog'chasini mudirasi bo'lganlar 24 yil. O'sha bog'chaga chiqib, ko'rib, o'tdagi defektologlarni ishini ko'rib, shu bola bilan ishlashligini demoqchimanki, kasbimni shu narsadan boshlaganman. O'zi hayotim shu bolalarning orasida bo'lgani uchun. Oilamda emas, tashqi hayotim desam ham bo'ladi. Ilm oladigan hayotim shu bolalar bilan aloqador bo'lgani uchun universitetda shu fakultetiga oligofrena pedagogika fakulteti deyiladi, defektologiya fakulteti deyilardi. Men oligofrena pedagogika yo'nalishiga topshirganman. Kichkinaligingizdan, bolaligingizdan shunday bolalarni ko'rganmisiz, demak? Yoshligingizdan ko'rganmisiz? Yoshligimdan emas, shu 95-96 beri shu imkoniyati cheklangan bolalarni ko'rganman. Chunki bog'chamizda o'zi 4 ta gruppali kichkinagina bog'cha bo'lardi-yu, lekin juda ilg'or bog'cha bo'lganimiz uchun, biz juda yaxshi ishlaganimiz uchun shu muhitni ichida yurganman deb postoyanno. Keyin onamlarni bitta shunaqa, agar o'zimdan aytsam, shunaqa o'rgatganlarki, eng birinchi ishim, masalan, studentlar, shogirdlar nimadan boshlagansiz deyishadi. Sanitarkalikdan boshlaganman. Menni shu bog'chaga borib, medpunktda polini artish, o'zi onam zavedishi bo'lganlar, inspektor rayonno bo'lganlar, lekin meni shu ishdan boshlagan deganlar. Ko'rgin qanaqa o'zi. Tegi qatlami qanaqa o'zi, oddiy bog'cha bo'lsang ham deganlar-da. Keyin boshlab o'sha muzikalnilarni artish, metodist xonalari, kitoblarini taxlab chiqqanda qiziqib o'qib chiqardim. O'tda endi ko'rgazmalar bo'lsa qiziqib ko'rardim. Bayramlardan keyin ham yig'ishtirasiz, qiziqardim. Nima qilishadi? Medsestrani xonasini yig'ishtirganingizda bolalar kirishadi obsledovaniyaga. Ularni ko'rardim, qiziqib, keyin endi nyanchika bo'lasan deganlar. Necha yoshsiz o'shanda? Unda men 16 yosh bo'lgan ekan. Men qarang-da, men o'zimga qiziqdi bu. Ne to что 16 yoshda katta holatingizda imkoniyati cheklangan bolalarni ko'rsangiz, o'z odam ichi g'alati bo'lib ketadi-da. Har xil holatda bolalar, hatto ayrim paytlarda qo'rqinchli ham-da bu. Shunaqa. Bilmadim, menda unaqa fikr hech qachon bo'lmagan. Qo'rqish, irganish yoki bo'ladi, mana irganishadi. Hididan, o'zidan, temasin, yuqib qoladi, xuddi bu yuqumli kasallik. Yoki homilador ayol, masalan, biz praktikaga borganimizda homilador edim. Maxsus bog'chaga borganmiz 431 ga. Borganimizda Down sindromli bola quchoqlab olgan, homilador edim unda katta qizimga. Hech o'sha ощущение bo'lmaganda menda. Oddiy qabul qilgan. O'sha oldindan oddiy qabul qilgan ekanman. Даже o'ylab ham ko'rmaganman, что bular qanaqadir boshqacha bolalar deb qaramaganman. Balkim yutug'im shundanmi bilmayman. Men o'ylaymanki, hamma ham bizning kasbda ishlay olmaydi. Shuni aytaman, juda ham antiqada. Qanaqa kuch, qanaqa yurak, qanaqa qalb kerak-da. Bu oddiy sog'lom bolani eplolmay qolasiz bir xilda. Jahlingiz chiqadi. Hali bu haqda gaplashamiz. O'z farzandiga qo'l ko'taradigan onalar diqqatiga hali bu mavzuga alohida urg'u beraman. Bu bolalarni mutaxassisi bo'lish, men o'ylaymanki, bu bir zargardek kasb. Bizani kasb deyman, hammaga aytaman, sizlar zargarsizlar deyman. Zargarlar predmetni to'g'rilasa, chiroyli qilsa, sizlar bitta o'sha nutqingiz bilan yoki bitta qanaqadir yondashishingiz bilan bir bolani hayotini rasvo qilasiz, oilasi bilan birga yoki guldek olib chiqib berasiz. Shunaqa. Men har doim mana defektologlarga, imенно endi logopedlarga emas, defekti bilan ishlaydiganlarga aytaman. Sizlar zargarsizlar, bilinglar. Yo noto'g'ri odamcha bo'ladi. Yoki to'g'ri hayotda hech bo'lmasam o'zini ketidan idish tovog'ini yuvadigan bir shaxs bo'ladi. Shunga harakat qilish kerak deyman. Telegram kanalimga yo'llangan navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Nargiz opa, yaxshimisiz? Yillar davomida o'zimda holsizlikni his qilaman. Hech kim bilan ishim yo'q. Faqat uyqum keladi. Boshim og'riydi. Turmush o'rtog'im bilan ham ortiqcha gaplashkim kelmaydi. Hech narsaga qiziqmayman. Namozlarim ham qolib ketdi. Iltimos, menga yordam bering. Azizim, hech ham xavotir olmang. Bunday vaziyatga yechim bor.
23-25 aprel kunlari navbatdagi jonli tahlillar bo'lib o'tadi va bu safargi tahlillar aynan quvvatsizlik, holsizlik sabablarini yengishga qaratiladi. Bu mutlaq bepul imkoniyat. Shuning uchun darhol ko'rsatilgan havola orqali ro'yxatdan o'tib o'z joyingizni band qiling. Demak, yoshligingizdan shu sohadasiz. Shu sohada. Imkoniyati cheklangan bolalar, ya'ni sizni yo'nalishingizga qanday tashxisli bolalar kiradi? Man asosan autizm tashxisli bolalar bilan ishlayman. 99% xohlasam ham, xohlamasam ham shunaqa bolalar kirib kelaveradi. O'zim bilmagan holatda shunaqa bolalar kirib keladi. Hozirgi kunda mana eshitdim, ko'p chet elga borar ekansiz. Qanaqa xalqaro tadbirlarda qatnashasiz va nima maqsadda? 2016-yildan beri boraman. Har yili onlayn bo'lsa onlayn, offlayn bo'lsa offlayn xalqaro autizm konferensiyasi bo'ladi. O'shani qoldirmayman. Dubayda bo'ladi dedingizmi? Abu Dabida bo'ladi, o'zi Moskvada bo'lardi, keyin onlayn mana Covid bilan onlayn bo'lgan ancha yil, mana hozir yana bo'lishni boshlayapti offlayn. Qoldirmayman. Shuni qoldirmayman, shu konferensiyani. Chunki bu konferensiyada faqat masalan pedagogika emasda qayerdan kelib chiqadi? Irsiymi, irsiy emasmi, genetikami, qanaqa izlanishlar bo'lyapti, kimlarda eksperiment qilinyapti. Shularni bilasizda, ancha savollaringizga javob olib kelasiz. Chunki faqat pedagogik tomondan emas, ildizini ham bilish kerak buni. U yerda asosan genetiklar chiqadi, nutritsiologlar, mana bu o'tgan yildan, undan oldingi yildan nutritsiologlar qo'shildi. Ya'ni qandaydir moddalar iste'mol qilish ham bolani miyasiga chunki o'zi umuman bu tashxisda spektrlar buzilishida, o'shaning uchun energiya almashinuvi buzilib qoladi. Mitoxondriya deyiladi bu narsa. Biz o'sha mitoxondriyadan energiyalardan iboratmiz. Bizda o'sha chirsillab turadigan sinapslar ularda chirsillamay qoladi. Autist bolalarda. Endi asosan shu tashxisli bolalarda. Ular informatsiyalarni yig'ib olishadi, lekin qaysi birini qat'iy ishlatishni bilishmaydi. Bizda dezintegratsiya degan ko'p qo'yiladi, shunaqa tashxis. Bu degani informatsiyalarni yig'adi. Bunda biz ham bolalarga qarasanglar, birda sog'lomga o'xshashadi. Birda haqiqiy narsa, oddiy narsani ham tushunmaydi. Masalan, matematikani shunaqangi qiyin bo'lgan misollarni yecha oladi-da, lekin shkaf qani desangiz ko'rsatmaydi. Mana bunda o'sha informatsiyani yig'adi, qat'iy ishlatishni bilmaydi degani shu mitoxondriyalarda buzilish bor deganida. Mana shu fursatdan foydalanib, hozir voy bu podkast, bu suhbat autist yoki Down yoki DTP bolalar haqida ekan, mani bolalarim xudoga shukr sog'lom deb podkastni, suhbatni o'chirib qo'ymasligingizni iltimos qilaman. Bugungi suhbat farzand tarbiyasi haqida va bolalarning sog'lig'i haqida. Hech qaysi ayol kishi, hech qaysi ona bunday narsadan kafolatlanmagan, ya'ni ertaga nima bo'lishini bilmaymiz va balki sizda xudoga shukr bunday muammo bo'lmasa ham yaqinlaringizda, tanishlaringizda qayerdadir shunday juda ham og'riqli vaziyatni guvohi bo'lgan bo'lsangiz, iltimos qilaman mana shu video bilan ular bilan bo'lishing, chunki juda ham qimmatli ma'lumotlarga bugun ega bo'lasiz. Yuqumli haqida aytmoqchi edim. Hali bunday bolalarga insonlarni, hatto yaqinlarni o'zgacha munosabati haqida hali chuqurroq gaplashamiz, ya'ni irimlar bor, har xil noto'g'ri tushunchalar bor. Bu haqida hali alohida gaplashamiz. Undan oldin aytmoqchi edimki, mana o'rganasiz, izlanasiz, 26 yillik tajriba, bu hazir akam ish emasda, 26 yil shu mavzuda bo'lish, shunda izlanish, shu yo'nalishda mehnat qilish, chet eldan olib kelayotganingiz, o'rganayotganingizni bizaga O'zbekistonda qanaqa faoliyat, qanaqa nima qilasizki, qayerda ishlaysiz, nima bilan shug'ullanasiz, qayerda tatbiq qilishga harakat qilasiz? Men o'zi tegi uyda qabul qilardim oldin. Keyin natijalarimni ko'rib, to есть oldin ko'chada uyma yurib dars o'tardim. O'quvchim juda ham ko'payib ketgandan keyin uyda qabul qilishni boshlaganman. Meni ish yo'nalishim 2008-yildan beri частный praktikam bor-da. 2008-yildan beri o'sha uyma yuraman, keyin uyda dars o'taman. Bolalarga dars o'tasiz? Bolalarga. Menni shunaqa bola. Buni kelib chiqishi sababi yana onamlar, olasan, sen zavedishini qizisan. Hamma senga boshqacha nazar bilan qaramasin, o'zingni ko'rsatgin deganlar. Endi o'zim ko'rsatishim kerak ekan, men jani prilejniy farzandman-da, ko'rsatishim kerak ekan, o'zim ustimda ishlab
har bitta gruppaga kirib defektologlar nima qilayotganini ko'rib olardimda o'sha o'quvchimda ishlab boraverardim. Natijalarim yaxshi bo'lganda chaqirishni boshlashgan uyma uy yurganimda menga oilam imkoniyat berganda, qaynonam bilan pedagog bo'lganlar uchun qaynotamlar ham ishlasin. Ikkita ayol uyda o'tiradim, bittasi ishlasin derdilar-da qaynonam bilan. Ishlasin, shunaqa zo'r kasbi bor, yordam bersin hammaga derdilar. Yurganimda videoga olib darsimni vrachga ko'rsatishgan. Men o'zim u paytda hech qanaqa autizm degan tashxislar qo'yilmas edi. Детская шизофрения deyiladi bizda O'zbekistonda. Vrach ko'rib, она еще узбечка, она еще в халате преподает дома deganda, faqat shunaqa bolalar yuborish boshlagan. Keyin bitta родителim ko'rib, men tashxisi bilmasdan turib ishlab yurganman-da. Menga diskopka bergan. Shahnoza, mana shuni ko'ring, siz ishingizga o'xshaykan degan. O'shanda men bu именно autizmligini o'zim qidirib, o'qib, videolarni YouTube'da ko'rib, ishlab o'zimni ish yo'nalishim chiqqan. Uslubingiz chiqib ketadi-da, anaqa. Ustozsiz shogird bo'lib. Keyin men bitta onaga aytganman, endi u paytda baribir chet elga chiqishga imkoniyatingiz bo'lmaydi. Yangi sentr ochishdan oldin men aytganman, meni olib keting deganman, o'zingizni o'g'lingiz bilan men sizga nyanya bo'lib boraman degan. U ko'p bolali ona edi-da. Bolalaringizni tashlang-da nyanyaga, meni nyanya qilib olib keting, faqat rozi bo'ling. Men o'sha darslarga kirib, ular o'zbekchada o'tmaydi-yu bolaga, men o'taman-da, lekin undan olgan bilimimni boshqa o'quvchilarimga beraman deganman. Og'ir edi, u bola juda ham og'ir bola edi. Bo'pti degan, birga borganmiz. O'zim kirardim, men nyanyasiman dedim. Chunki siz defektologman deb kirsangiz, kirg'azmaydi-da darsga. Nyanya bo'lib kirib, u aytganini ruschada, men o'zbekchada perevod qilib, u bolaga o'tib, uy vazifa berardi. Uni qilib, oldin bitta joyga borganman, keyin delfinoterapiya nimaligini ko'rganman, mikropolarizatsiya nimaligini ko'rib, shunaqa davolash usullarini ko'rib, kelib bu yoqda qilib, keyin konferensiyada to'g'ri qilayotganimni ko'rib, shunaqa qilib, вообще o'quvchim ko'payib ketgan. 15 ta o'quvchini vrachga yozdirardim konsultatsiyaga. O'sha 15 tasiga borib, ertalab 9 dan kechqurun 10 gacha vrachlarning oldida o'zim o'tirardim. Qanaqa dori yozyapti? Men обязательно o'sha o'quvchimni darsini ko'rsatib berishim kerak edi. Qanaqa natijaga chiqqanimizni. Ya'ni siz mana shu imkoniyati cheklangan bolachani o'quvchim deysiz. O'quvchi u siz uchun. U meni o'quvchim bolam. Hech men masalan klientim desa jahlim chiqib yoki bemor yoki nogiron yoki kimdir. Даже meni shogirdlarim agar masalan bir xillarda Instagramda ham klientim deb gapirsa, bu qanaqa klient? Bu trik. Bu bir ko'zmunchog'i deyman-da. Даже menga yoqadi, bolam, o'quvchim, qizim deb gapirishadi-yu. Demak, qalban his qilar ekan shu bolani. Bu o'zi xullas mana shunaqa qilib o'qitib, keyin уже joyim qolmagandan, keyin xo'jayinimga aytganman, orzuyim bor, sentr qilish. Ruxsat bersangiz agar faqat peshkom chiqib kelasan deganlar. Uzoqda bo'lmasin deganlar. Mayli, bemalol ishlayver. Chunki men juda ham og'ir kasallikni boshimdan o'tkazganman-da. Menga vrachlar chalg'ishi uchun chalg'ish kerak bo'lsa, 100% menga yashil chiroq edi. Ya'ni kasallikning manfaati. Men aytaman, yaxshi ham har bitta narsa xayrli-da. Men aytaman, meni o'sha jigarim menga xayrli bo'lgan shu kasbimda. Keyin пересадка bo'lganman-da, jigarim пересадка qilgan. Men aytaman, keyin kelib ketganman. Bekorga jigarim пересадка bo'lmagan, xayrli. Demak, men umrim shu bolalarni qanaqadir, endi men shunaqa hisoblaganman. Demak, bekorga bu menga nima deyiladi? Hayotdagi назначенияsi deyiladi. Shunaqa bo'lsa kerak, nedaram. Men aytaman, shu onalar duo qilishganki, shular yetib borib, men yaxshi anaqa jigar yaxshi nima qilib ketganman-da. Transplantatsiya bo'lib ketganda, kelib ishingizda yana ham kuchli ma'no paydo bo'lgan. Boshqacha bo'lganda, boshqacha ruhiyatda, ana men aytaman, men shunaqangi qilishardi, omonxonaga 17 marta borganman-da, suvga. Meni kutib o'tirardi o'tdagi kasallar, kelsa Shahnozani ko'rasizlar, qanaqa o'zgarganini, sizlarga motivatsiya bo'ladi. Keyin hozir ham transplantatsiyaga ketganlarga motivatsiya beraman. Bunaqa qilinglar, sizlar ishoninglar, shu bo'ladi. Onalarga ham xuddi shunaqa. Men aytaman, operatsiya bo'lganimda reanimatsiyada yotganman-da 7 kun. Unda burcheli kafilli nimalar bo'lar, unda naqshi. Onalarga yozganman o'sha yerda yotib. Men autist bo'lib ko'rdim.
man bildim bizani bolalarga qanaqa qiyinligini. Faqat oldimda hindlar, mani ovqatim yo'q, o'zbeklarning ovqati bir burda ushog'i ham kirish mumkin emas. Endi immunitetingiz 0 bo'ladi-da unda. Mumkin emas. Gapirishni ham bilmayman. O'zim man qaratilgan nutq tushunadigan, situatsiyani tushunadigan odamda 3 kunda нежелательное поведение bo'lganda. Ovqatdan ham hamma narsadan отказ qilib ishib ketganman. Vrachlar kirmaydi, faqat analizlarimga qarab. Mana shu begona muhit sizga shunaqa ta'sir qilgan. Ha, men o'shanda yozgan edim. Men o'zimiz ham bolalar qanaqa holatda qiynalishini bildim. Keyin menga kelib jestlar bilan tushuntirishgan. Yemasang o'lasan. Agar sen yemasang, mana shu bir kuning $700 to'layverasan sen. Deb, keyin men shuni yeyishim kerak ekan, men endi kapelnitsasiz chiqib ketaman bu yerdan. Dorisiz tuzalaman deb, motivatsiya bo'lib, 3 kunda turish mumkin emas bo'lgan odamga jest bilan tushuntirganman. Meni turg'asalar, men yuraman deganman. Nima anglash, nima turtki bo'ldi birdan o'zgarib qolishingizga? Men shu holat orqali autistlarni tushundim degan narsa. O'shani mana qanaqa qilib bizani bolalar bizani tushunmagandan o'zini o'zi tishlaydi. Da. Boshini uradi. Chunki ular ichki holatini tushuntirib bera olmaydi. Xuddi o'zga sayyorada. O'zga sayyorada men aytaman-da, tasavvur qiling, sizni jungliga qo'yib qo'ydi. Junglida siz yashab ketishingiz kerak. Bizani bolalar shunaqa-ku. Autistlar ayniqsa. Bizani, autizm. Shunaqa. U o'zim degan ma'no-ku. Tushunmaydi-da hech nimani. Xuddi shunaqa narsa tushuntirib dorisiz chiqib ketganman-da больницаdan. Men o'sha onalarga yozganman, sizlar bolalaringlarni prosta biz tushunmaymiz bu bolalarni. Ular boshqacha. Ular bo'ldi shu hayotda shunaqa yashash uchun. Ularning chiroyli olami bor. Biz ularni qiynaymiz. Buni qil deb deganman. Xo'p, va bugungi kunda markazni boshqarasiz? Markaz boshqaraman. Nomi, ayting, mana qiziqish paydo bo'ldi, qayerdan topamiz sizni deydi hozir. Keyin markaz ochganmiz. Nurafshon o'quv markazi. Hozirgi paytda 3 ta filialimiz bor. Bir o'zim ishlardim, hozir 100 ta pedagogim bor. 3 ta markaz, bittasi Yunusobodda, bittasi Sebzorda, bittasi Beruniyda. Imенно bir-biriga qulay lokatsiya, bir-biriga yaqin etadi-yu, yaxshi brend bir-biri o'zi bilan o'zi konkurent bo'ladi deydi-yu, demoqchiman. Bir-biriga yaqinda, hammasida ko'p mutaxassis ishlagan uchun ular bir-biridan o'zish kerak. O'taman deyish kerak. Hammasi oliy ma'lumotli defektologlar, hammasi logoped defektologlar, hammasi maxsus ta'lim обязательно olgan. Meni o'zimning kursimda обязательно o'qib chiqadi. Kim ishga kirsa, men o'qitaman, chunki his qilishni bilish kerak. Bitta shunaqa shartim bor. Meni kursimda o'qiganlarni 2 soat eng og'ir bola bilan hech nimani Nurafshonda ishlayman desa, 2 soat qani og'ir bola yonida yurib ko'r deyman. Qusadi, tepadi, ular nima desamki, baqiradi, yig'laydi tinmasdan, chidolirmikin? Ruhiyati qabul qilarmikin shu bolani? Irganib qo'ymasmikin? Конечно, onadan ruxsat olib. Onalar ham xo'p deydi, chunki ular onalar ham hamma ishini taqlatib ko'radi. Ayniqsa og'ir bola onasi taqlatmagan ishiga qolmaydi. Ya'ni siz mana shu sinovdan o'tkazasiz pedagoglaringizni. Savolim, 2008-yildan beri, mana hozir 2025, vaziyat o'shanda qanday edi va hozir qanday? Bunday imkoniyati chegaralagan, qanaqadir nuqson bilan tug'iladigan noodatiy bolachalar kamayaptimi, ko'payaptimi? Qarang, autizmni klassikasi bor-da. Ular unaqa ko'payayotgani yo'q. Lekin spektrlar buzilishi butun dunyo bo'yicha hozirgi исследование bo'yicha 100 tadan bitta tug'ilyapti. Yengil darajadagi deyiladi bu. Bu juda katta foiz. Bu katta foiz. Har 100 tadan bitta bu juda katta foiz. Va biz ko'rishganimizda men to'polon qildim. Yo'q, men noroziman dedim. Nimaga unaqa deysiz? Chunki meni bitta gaplari juda ham dahshatga soldi. Shahnoza aytdilarki, что autizm epidemiyaga aylangan. Epidemiya bu degani juda ham ko'p. Menda e'tirozim kuchaygani shundaki, nimaga qanaqa qilib? Mana misol uchun hozir sharoit yaxshi-da. Mana biz hozir qachonlardir ota-onamiz uchun orzu bo'lgan hayotda yashaymiz. Hech kim dalaga chiqmaydi.
katta o'choqda suv isitib kir yuvmaydi. Mani onam o'choqda suv isitib, 9 oylik qorni bilan suv isitib, kranda suv kachasi qilib, kirlarni yuvib, yoyib raddomga ketganlar. Hamma narsa uyda, hamma sharoiti bor. Bolachalarga vitaminlar bor. Nimaga autizm ko'payadi? Nimaga oldin ko'p bo'lmagan? Nimaga epidemiya? Nimaga shunaqa dedingiz Shahnoza? Birinchidan 100 tadan bitta degani уже bu epidemiya. Da. Ikkinchidan nima uchun bunaqa yengil darajadagi buzilishlar ko'payib ketyapti? Yengil darajada. Qanday ko'rinadi? Belgilari qanday? Nima u yengil buzilish? Birinchi bo'lmasa belgilarini aytaman. Nima uchun ko'payayotgan edi? Belgilarini. Balkim bilasizmi nima uchun? Balkim qaysidir onani hozir bolasida belgisi bor-da, u даже bilmay ham o'tiribdi. Что e'tibor berish kerakligini, u bolaga boshqacha yondashish kerakligini. Shunaqa, demak, 3 ta katta buzilishdan iborat hozirgi bolalarda. Bu o'tgan narsa. Bizaga 3-chisiga o'tganda kelyapti. Aha. Demak, birinchisi tug'ilgandan boshlab bir 8 oygacha bo'lgan davrda ota-ona his qilmagan, ko'zga ko'rinar, ko'rinmas o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, bolalar ko'proq kuladi, ko'proq emotsiyasini bildiradi. Masalan, 3 oygacha norma hisoblangan qo'lini o'ynatish, ko'z oldida harakat qilish 3 oydan keyin ham davom etadi. Yoki tug'ilganda sarg'ayish 10 kunda ketmaydi, 1 oyda ketadi. Yoki bola yig'laganda ko'karadi-da, og'zini oldi ko'karadi, boshini orqaga otib, yoki isterikasi davomiyroq bo'ladi. Yoki ko'pchilik telefonga olayotganda, bolani telefonga olayotganda, bola insonga emasdi, telefonga qarab harakatlanadi. Har xil emotsiyalarni bildiradi. Bu ko'zga ko'rinar, ko'rinmas bo'lgan Bu tabiiy emasmi? Bunichi chegarasini ona his qilish kerak. Norma, chegara. Norma chegarasichi, uning uchun onani vazifasi hozirgi paytda kuzatishdan iborat bo'lishi kerak. Bolasini boqishdan, uni masalan faqat qornini to'yg'azib, faqat uxlatishdan emasdi, kuzatishdan. Oddiy emizayotganda ham telefonda o'tirish kerak emasdi, bolasini kuzatsin. To'g'ri bajaryaptimi bola? Masalan, xvatoательный reflekslar bo'ladi. To'g'rimi xvatoательный refleks? Masalan, 15 kunlik yoki 20 kunlik bolani oldiga kelib, sal balandroq ovozda eng yaqin insoni ovoz chiqarib ismini aytganda, so'z so'radigan bolani so'zkasi qanchadir sekundga to'xtaydi normada. Keyin bunda yoniga engashganda, 40 kunlik bolani yoniga engashganda obyektni kuzatadi. Bu degani glaz v glaza degan bir qanchadir sekundlik to'xtash. O'zi fiksatsiya qila oladi. Fiksatsiya. Mana shu fiksatsiyalarni bilish kerak. Keyin 2 oylik bola hozirgi paytda tez rivojlanish bo'lib ketyapti-da. 2 oylik bolada уже predmetni mundoq qilib olib kelish boshlasangiz, 2,5 oylik bola уже mundoq ozgina bo'lsa ham qo'lini olib kelyapti. Hozir chunki tez rivojlanish, gadjetlar va bunaqa badlar asr bo'lib qoldi, davr bo'lib qoldi. Shunaqa narsa. 3 oylik bolaga ona yoki eng yaqin insoni, doim ham ona yaqin inson emas-da hozir. Eng yaqin insoni mundoq yaqinlashganda, bola mundoq beshikda emas, imенно kravatkada yotganda, mundoq qo'lini yaqinlashtirsa, mundoq tanasini ko'tarib qo'lga joylashib oladi. Bu norma. Tak. Ne norma? Nimaga qilmaydi u narsani? Keyin yana bitta narsa, normani aytib ketaman-da. Normada bola emotsionalniy kuladi nimagadirlarga. Masalan, uzoqdan kulib ham bir nimalar qilsangiz, 3 oylik bola, 2,5 oylik bola emotsiyalari bo'ladi. Reaksiya ko'rsatadi. Reaksiya bo'ladi. Predmetlarga ham reaksiyasi bo'ladi, ovozlarga. Lekin normada emas bo'lgan bolada albatta jismoniy muloqot bo'lsa reaksiya bo'ladi. Qutulash kerak, ko'tarish kerak, otish kerak, qanaqadir jismoniy muloqot bo'lishi kerak. Bu такой passiv degani emas. Ya'ni yo'q, u уже passiv bola bo'lsa, shundoq ham ona hamma yoqqa krasniy flashka qiladi. Ammo bu qo'zg'aluvchan bolalarni aytyapman-da. Bizada ko'pincha emotsiyasiz zashkaливает-da, lekin predmetga nisbatan emas, insonga nisbatan emas, o'zi prosta. O'zi. U ham muammo. Shunaqa narsa, u xursand bo'lib televizor bir nimalarga xursand bo'ladi, u yoqdan bu yoqqa obyekt o'tsa,
formirovание reaksiya обозревателя degan narsa borda, обозревать qilishni o'rganish kerak. Kuzatish. Katta obyektni. Bizani bolalar mayda obyektni kuzatishadi. Normada bola katta narsani kuzatish kerak. O'sha narsa bo'lmaydi. 8 oygacha o'sha chegaralarni bilmasdan bilmaydi ona. 8 oydan keyin buzilish xuddi soat to'xtab qolgandek bo'ladi. Qanday kuchayadi, qanday ko'rinishda Bu bo'ladi? demak, ismiga reaksiya bilan ko'z kontaktiga qoladi. Birinchi zvanok. Tak, demak, hurmatli onalar, bu necha oyda ismiga reaksiya qilish kerak? O'zi вообще 3 oydan 4 oygacha o'sha reaksiya boshlanishi kerak. Demak, agar Bo'ladi. ismiga onani murojaatiga-da, misol uchun yaqin inson Mana qarang, ismligini 6 tushunmas oylik bola, 6 oylik bola bir 8 ga yaqin odam bu o'zimiz shaxsiy kuzatishlar. Da. Har doim mutaxassischi normani yaxshilab tushunmasa, normadan tashqarini hamma unga kasal bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun normani bilishimiz kerak. Aha. 6 oylik bolani unda ushab o'tirganda, bu yoqda 8 ga yaqin odam o'tirsa-da, uni orasida eng yaqin insoni bir-biri bilan gaplashadi-yu, mana begonalar bilan 6 oylik bola polni o'sha odamga qaraydi. Bu norma. Demak, ismiga reaksiya qilsa, ikkinchisi Ismiga reaksiya kontakt glazа. ko'zga qara olsa, Ko'zga qarash. usha olsa, ko'zi. Ko'zni ushab turib, bunaqa narsa bor-da. Mana men sizga hozir ko'rsataman, sizda qilib ko'ramiz. Xo'pmi? Autizm chiqmasa edi hali Qarang, simptomlari. Ta. qo'limga qarab turing. Aha. Shu narsa bo'lmaydi. Aha. Tushundingiz-a? Bolalar, normada bolalar Autist ana qarab turaveradimi? autist qaramaydi-da. Tushundingiz-a? Autist emas o'zi. Yo, mana stakanga qarayapman. Siz stakanga qarayapsiz. Tak. Normada bola, normada. Bunaqa qilsangiz, bunaqa. qo'lingizga Stakanga qaramaydi. Norma bola. Norma bola ma'munga qaraydi. Qo'lingizga qaraydi. Obyektga emas, harakatga. Bu обозревать qiladi. Tushundingizmi? Qatga o'zi ekan deydi. Izlanadi. Normadan tashqari bola yoki faqat unga qaraydi, yoki bir marta qiladi, u yog'iga ketib qoladi. Yana qanday zvonочкlar bor? Qanday belgilar bor? O'zingizda ko'rsating. Maylimi? Mencha xavotirga tushyapman. Bu qiziqarli-da. Xo'p, davay. Chunki shunday aytganimdan ko'ra qilgan yaxshi. Qarash. Mana shu stakanga kuzatasiz. Bu 8 oylik bolanikini ko'rsatyapman. Aha. Xo'p. Mana. Shu narsa bo'lmaydi. Bu birgalikdagi diqqat etaplarida tasavvur qilasizmi? 8 oy, 7 oylik bola qiladigan narsani 5 yasharli bola, 8 yasharli bola ham qilishni bilmaydi. Rostdan. Agar hozir, demak, onalarga hozir tavsiya bera olamiz. Mana shu tavsiya. Da, xatti-harakatni kuzatadimi? Ko'zi yoki Kuzatadi. qorachiq yurish harakatlanishi kerak. Chapga, o'ngga, to'g'riga degan jarayon bor. O'shani qila olmaydi. Tak, 8 oyda norma, bu уже qara olish Norma. kerak. Chunki 9 oy, 11 oylikda bola mamna qilib, deb ko'rsatadi. Так, bu зрительный, звуковойlarchi, audialniy. Shunaqa narsa bo'ladi. Masalan, ismiga reaksiya faqat onasiga bor, otasiga bor, yaqin insonga. Tak. Lekin begonalarga yo'q. Lekin 7 oylik bola, 9 oylik bola buvisi chaqirsa ham, xolasi chaqirsa ham, ammasi chaqirsa ham qaraydi. Yana boshini o'girib qaraydi. Eng qizig'i hammasiga har xil qarashi ham mumkin. Har xil qaraydi. Anaqasiga biladi, xarakteriga empatiya qarab. deyiladi. Da. Kimgadir kulib qaraydi, kimgadir mana qilib qaraydi. Insonni hayotiy moslashuvi 5 ta davr o'ziga oladi-da. Bu 5 ta davr 1 yoshgacha bo'ladi. 5 ta davr 1 yoshgacha bizda rivojlangan bo'lishi. O'tish kerak 5 ta davrdan. 5 ta davrdan. Siz hozir emotsiya bilan qaraydi degan narsa u 4 oylik, 5 oylik bolanikini aytyapsiz, empatiya u. Shunaqa narsa. Bu demak 1 yoshgacha bo'lgan davrda ismiga reaksiya hamda ko'zga qarash yo'qolishi boshlaydi bolada. Yo'qolgandan keyin 1 yoshdan keyin bolada isterika boshlanadi. Davomiy bir xil yig'lash. 30 minutdan 1,5 soatgacha. Undan ham ko'p bo'ladi. O'zini o'zi yig'layveradi. Luboy narsa mana asosan bo'ladi eng yaqin inson yana onasi deymiz. Da. Onasiga yopishib qoladi. 1 yoshdan keyin onadan separatsiya bo'ladigan davrda ular nabarot onasiga yopishib qoladi. Juda ham onaga yopishgan Juda bolalar. yopishganda 2 qadam ham peshkom yurmaydi. 1 yoshdan keyin hamma kolyaskada bolasini olib keladi. Вообще bola 1 yoshdan keyin umuman kolyaskada o'tirmayman deydi. Meni chiqishni boshlaydi bolani. O'zim. deydi, turib oladi kolyaska. Bunda faqat kolyaskada olib yurishadi. Chunki bola shunaqangi yig'laydi, uni yig'isiga hech kim chida olmaydi.
yig'laganda xuddi kamonga o'xshab bolalarni shu darajada onalar qotirib qo'yadiki, biz darsga kelgan kamonga o'xshab bundoq orqasiga bukilib oladi. Judayam bu qo'rqinchli narsa. Ona shunaqa qilmaslik uchun faqat ko'taradimi? 1 yoshdan keyin bola bitta ovqatga pищевое поведение deyiladi. Faqat butilka yoki faqat emish yoki faqat mashbutda suv ichish yo faqat krasный розовый nimada butilkada suv ichish. Bitta narsaga o'rganib Ovqat qolish. tanlashi kuchayib ketadi. Faqat ovqat tanlaydi, joy tanlaydi. Faqat bitta uyda uxlash kerak, bitta rituallar boshlanadi. Bu 1 yoshdan keyin bo'ladi. Bu degani, demak, 1 yoshdan keyin уже ovqat yeyishi ham praksis deb bizda to'g'ri ushlash, mana krushkani 1 yoshli bola to'g'ri ushlab ichish kerak. Bular hammasi ketadi. Bola o'zi ovqat yemaydi, ona yedirib qo'yadi. Faqat butilkada bo'ladi. Bu motorikasi ketadi. Bu shunaqa qo'rqinchli narsa. Bu bo'ladi. Hozirgi paytda rosa ko'payib ketgan. Motorikasi ketadi. Faqat shunda yurganda ozgina yuraman desangiz, oyog'ingizga xuddi ana chirmovuq gul bor-ku, xuddi shunaqa chiqib ketadi bolalar. Ko'tarishingiz uchun bu qo'rqinchli vaziyatda holat bu. Demak, bunda o'zi diqqatli bo'lish kerak. O'zi 8 oyda o'zi tug'ilishi bilan diqqatli bo'lish Yo, kerak. endi-da qarang. Endi motorikasi ketadimi? Qoshiq ushamaydi. Men pinsetniy захват bor bizda. Pinsetniy захват degani глаз и рука degani. Bu nutq bu. Yoki указательный жест bu nutq degani. O'shalar yo'q bo'ladi. Bola ha va yo'q degan harakatni bajarmaydi. Eng katta narsa nutq chiqqanda bola yesam tez ha deyishi, yemaysam tez yo'q deyish. Mana masha harakat. Bu narsa bo'lmaydi. Onasiga yopishib qoladi. Bu 1,5 yoshi, 1 yoshi 8 oyligacha bo'ladi. Asosan. Mana bu hojati bo'yicha garshok masalasi ham qanaqadir Mana tanlashni boshlaydi. Ha, shunaqa. O'rgata olmaslik, nimaga Bo'yicha вообще o'zini eplolmasligi. tualetniy trening o'tkazish bosqichlari trening deyiladi. Agar tualetniy naviki malakasi bo'lmasa, 4 yoshgacha qilish kerak. Ruxsat berish kerak bolaga. Chunki fiziologik o'sha orqa miyada bizda javob beradigan o'sha ushab turish, keyin operatsiya bo'lishi, nazoratlar, keyin rivojlanmagan bo'lishi mumkin. U sekin-sekin rivojlanadi. Sekin, lekin agar meditsina tomonlama hech qanaqa muammosi bo'lmasa, unda shug'ullanish kerak. Lekin любой narsani oldin meditsina tomonlama tekshirish kerak-da. Bunaqasi qo'shilish uchun meditsinani olish kerak. Уже 1 yosh 8 oylikda bolada hamma motorikasi buziladi, onasiga chiqib oladi, kenguruga o'xshab. Уже keyin bu ikkita narsa yo'q bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Autostimulyatsiya, samostimulyatsiya. Qo'lini xuddi qanot qoqish, oyoq uchida yurish, mayatnikka o'xshagan holatlar, kaftini ko'zini oldida o'ynatish, keyin periferiyaga qarab xayol surib qolishlar. Bular hammasi bola o'zini olamiga kirgandan keyin 2,5 yoshda, 2 yoshdan keyin sekin kelishni boshlashadi onalar. Bu hammasini o'tkazib olishadi-da. Keyin bizga kelishadi, lekin bir haftada gapirtirib bergin deyshadi. Nutqi ham kech qoladi-da. Bo'ldi, nutq ketadi. Chunki mana 1 yoshgacha da ba adasiga qarab da deyotgani, keyin уже bu hamma kommunikatsiyalar yo'qolgandan keyin bolada u vokalizatsiyaga aylanadi. Просто vokal qilib da yoki multiklar bir nimalarni, ashulalarni aytib yuradi, lekin bu nutq emas-da, bu просто oddiy vokal bo'ladi. Mana u sizga o'sha autist bola keladi. Hozir aytishadiki, ko'p noto'g'ri tashxis ham qo'yiladi. Shu o'rinda murojaat qilmoqchiman, qadrli ayollar, onalar, agar siz farzandingizda qandaydir belgilarni ko'ryapsizmi yoki qandaydir xatti-harakatlari sizni xavotirga solyaptimi? Hozir Shahnozani aytganlaridan kelib chiqib, o'z fikringizni izohlarda qoldiring va biz bu savollarni alohida bularga ham yo'llaymiz yoki qo'shimcha podkastlar ham qilishimiz mumkin. Balki noto'g'ri tashxis qo'yganimiz uchun autistlar soni ko'payayotgandek tuyulayotgandir. Bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda giperdiagnostika kuchayib ketgan. O'zi tegi bolasida autizm emas yoki unaqa buzilish emas-da, просто задержка bo'lyapti bolada. Bo'ldi, ona har xil dietalarga o'tirib oladi, kerak emas batlarni beradi-da, bolada o'sha samostimulyatsiyani kuchaytirib yuboradi. Yoki vrachlarga borishadi-da. Olib borishni boshlaydi hamma joyga. Vrachlar keyin o'zini toklarini, kerak emaslarini, kerak emas dorilar bir nimalar qilishadi, o'zi neyronlar o'zi norma ishlayapti, faqat qanaqadir ulanishni bilolmayapti.
noto'g'ri lecheniyani oqibatida ham yoki giperdiagnostik yoki gipoopekani juda ham voy bolam endi o'tda shunaqa paypaslab ekan, g'amxo'rlik qilib. endi yig'lash mumkin emas ekan deb ham ko'payyapti-da. Shunaqa. Xo'p, siz bilan o'sha bizning ofisimizdagi suhbat va bugungi suhbatdan asosiy bir maqsad shuki, biz hozir mana shunday muammolarga, duch kelayotgan muammolarimizga nafaqat meditsina tomonlama, balki psixologiya tomonlama yondashib buni uyg'unlashtirmoqchimiz va men o'ylaymanki, buni natijasi juda ham yaxshi bo'ladi. Men endi shu narsani tarafdoriman. Mana shu kabi muammolar o'zimni kuzatuvlarimdan va o'zimni sohamdan, o'zimni izlanishimdan kelib chiqib, men o'ylaymanki, oiladagi muhit, onani holati, nafaqat homiladorlik paytida, undan ham oldin, ayniqsa homiladorlik, prenatal vaqtda, o'sha bolani hatto emizayotgandagi o'zini stresslari, bolani ushlab olib baqirib, yulib bir-birini qo'lidan, balki shu narsalar, men o'ylayman shu narsa ta'sir qiladi deb o'ylayman. Juda ham katta foizda. Shunaqa narsa, chunki bizning sohada ham ona bilan bolang kindagi kesilmagan bo'ladi oxirgacha. Birinchidan, ikkinchidan nima desam ekan, hozirgi paytda yoshlarni boya aytdingiz-ku, homilador bo'lsam ham unaqa xamir qorganman dedingiz-ku, xuddi shunaqa, masalan, kraska qilganman, pola artganman, mahkamadan bersin deyishardi. Hozirgi paytda hamma o'ylaydi, беременность это болезнь deb o'ylaydi. Xuddi kasal bo'lib qoldimman deb o'ylab, o'ziga hammaning diqqatini o'ziga qaratish. Bo'lyapti-da, ko'pincha mana har doim konsultatsiya paytida albatta intervyu olishimiz kerak-da. Xuddi siz o'sha to'g'ri aytasiz. Homiladorlikkacha bo'lgan davr ham katta rol o'ynaydi-da. Qanaqa yashagan o'zi o'sha ayol ham, o'sha ota-ona qanaqa yashagan, homiladorligini qanaqa kechirgan. Masalan, bir pasda stressga tushib olishadi, bir pasda depressiyaga tushib olishadi. Hozirgi paytda o'zi umuman sog'lom bola bo'lsin, особенный bola bo'lsin, igrushkalarni qarang. Oldin bizda 2 xil rangli igrushkalar bo'lardi. Hozir onda sonda izlanmaydi bola. Bitta o'quvchim bor edi menda, unda autizm emas, aqli ham zaiflik emas, nutqi chiqmaydi, faqat motor alaliya degan tashxis bor bizda. Hech oldinga ketmaydi, hech juda ham yaxshi oila, yaxshi yashaydi. Uylarda bundoq rasmini yubordim, bundoq qarasam katta mashinalar, katta o'yinchoqlar, katta legolar, keyin men aytdim, menga xonasini videoga olib jo'natib yuboring dedim. Haqiqiy katta hayotni olib berilgan bolaga. Kichkinaligidan. Bolada endi 5 to'y, birato'la jip mashina keladi, birato'la qimmat yonadigan sensor o'yinchoqlar, yonadigan narsalar. U qachon bola izlanadi? Конечно, isterika bo'ladi bolada. Chunki tez to'yinib qoladi-da bola. Va har xil narsa ko'p-da birdaniga. Bir vaqtda o'zida. To'yinib ulgurmaydi, uni ham izlab ulgurmaydi. Buni ham oldin biz masalan, oddiy masalan, ko'chada hozir o'yin yo'q. Bolalar ko'chaga chiqishmaydi. Boya aytdim-ku, biz oyoq-yalang yurganmiz, daraxtlarning ustiga chiqqanmiz, yuvilmagan mevalarni yeganmiz, adaptatsiya bo'lganmiz hayotga. Bizning bolalarda sog'lom bo'lsin, u nosog'lom bo'lsin, uni adaptatsiyasi yo'q. Hamma hozir kesirva xohlaydi. Kesirva bu уже kesirva degani bu уже patologiyaga yaqin degani. Tayyorganada. U bola o'tmadi. Hech nima, hech qiyinchilikni o'tmadi. Birdaniga shunday yorug' olam keladi. Qani neyronlarni ulanishi. O'sha stress paytida, o'sha o'tayotgan paytida qanaqa ko'p narsalar shakllanadi. Bekorga emas, u qaytadi, dam oladi, yana qaytadi, dam oladi, yana hozir birdaniga, chunki kesirva bolalarda bitta nauchniy vebinarda psixiatrlar aytganda, psixiatr gapiryapti. Juda yaxshi bitta psixiatr bor, Sankt-Peterburgskiy psixiatricheskiy больницani nimasi, glavrachi. Kesirva bolalarda suitsid, giperaktivlik, endi 100% emas, asosan demoqchi, chunki moyillik bor. Har bitta harfim emas, o'zi asosan moyillik, urushqonlik, keyin kачество lideri bo'lmas ekan.
mana chidamlilik yo'qda, chidamlilik yo'q, lider bo'lib hammani o'zini ketidan olib ketish, qat'iyat yo'q. qat'iyat, mana mashina ko'p foizda kam bo'lar ekan. Da, men ham bilaman Shunaqa narsa bor ekan, shu protsent bor ekan. Qarang, bir tomonlama aytamizki, bolada, bejizga bekorga onaga bunaqa bola berilmadi va onalarni birinchi va har doim beradigan savoli nimaga? Nimaga men bilan? Nimaga meni bolam? Da, go'yoki boshqani bolasi bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Nimani xato qildim? Qaysi gunohlarim uchun? Ona shunaqa tashxis qo'yilganda yoki bola bilan shunaqa muammolar bilan yugurishni boshlaganida juda ham katta norozilikka tushib ketadi-da. Shunaqa. Muammo bor, norozilik bor, kimdir bunga javob berish kerak yoki kimdir aybdor bo'lish kerak. Harna yuki kamayadi buni. Eriga siz mana shunaqa qildingiz, siz menga xiyonat qildingiz, siz mana shu qanaqadir ish qildingiz, mana sizni kasringizga bola uchradi. Yoki mana qaynonasiga siz menga yordam bermadingiz, siz meni o'ylamadingiz, shu ikki qat demadingiz, meni qiynadingiz. Mana bola, men aybdor-da yoki tashqi dunyo aybdor yoki men aybdorman. Men qaysi gunoh qildim? Qaysi gunohim uchun o'zi keyin kalla qidiradi. Ha, o'shanda mana shunaqa qilgandingda, mana senga shunaqa bola berildi. Men o'ylayapmanki, sizni ishingizda va o'shanda suhbatda oxiri ham shunaqa bilan tugadiki, psixologiya bilan, psixologlar bilan ishlanmasa, onaga yordam berilmasa, ona anglab yetmasa, menga Xudoyim shu bola orqali nima demoqchisan? Nimani anglab yetishim kerak? Nimani tushunishim kerak? Nimaga bu bunaqa bola? Men o'ylaymanki, mana shunaqa sabab, boshqacha sabablar ham bor deb o'ylayman-da. Qadrli onalar, diqqatli bo'ling. Qaysi ma'noda? O'zingizga diqqatli bo'ling. Bor, bu fakt. Misol uchun bola mana shunday tug'ildi. Da sboy, nastroykalarda, miyasida, aqlida. Biling, bola qalban, ruhan u mukammal. Unda hech qanaqa zaiflik yo'q deb o'ylayman. Uni shunchaki aqliy tafakkurida, aqlida, miyasida, neyron to'qimalarida nimadir kontakt yo'qmi, приложениялар taxlanmadimi, shakllanmadimi? Kompyuterda zboy bor, kompyuterda virus bormi? Va meni fikrim, meni nimam shundaki, yondashuvim ko'p narsa onaga bog'liq deb o'ylayman. Juda ham ko'p narsa. Va bunday bolalar, bunday muammo onani diqqatini o'ziga qaratish kerak. Ayb masalasida emas, men qayerda ayb qildim, qaysi xatoim uchun emas. To'xta. Bormi bor? Da, Alloh bilguvchi. Buni hech kim ataylab qilmaydi. Hech qaysi ona ataylab bolam shunaqa bo'lsin demaydi. Nimaga? Meni eng nozik joyimdan, bolamdan men qiynalyapman. Nimani tushunishim kerak? Nimani anglashim kerak? Nimani o'zgartirishim kerak? Chunki ko'p holatlarda shunaqa bo'lishi mumkinki, u daho bola, u geniy, u noyob, anunda ham aytdim-ku, tasavvur qiling, 100 yil oldin oilaga iPhone telefonni bersangiz. Mana bunaqa telefonlardan ham oldin, misol uchun, yoki o'sha telefon paytida qo'liga iPhone bersangiz, nima qiladi ular iPhonni? Ular hatto yoqolmaydi uni. iPhone'da muammo emas, muammo shundaki, ular iPhone nito qo'lga tushib qolganda. Voy, yaxshi narsa ekan, choyningni qo'ysa bo'lar ekan ustiga. Yoki yaxshi narsa ekan, ustiga sabz to'g'rasa bo'lar ekan. Yoki iPhone bilan yaxshi ekan, yong'oq chaqsa bo'lar ekan. Ko'p holatlarda balki farzandingiz qobiliyatlidir, iste'dodlidir va tasdiqlang shu gapimni, ko'p autist bolalar juda iste'dodli bo'ladi. Geniy bolalar bo'ladi, matematiklar bo'ladi, muzikantlar bo'ladi. Chunki ular oddiy odam his qila olmaydigan dunyoni his qiladi. Lekin buni ota-ona nima qilishni bilmaydi bu bilan. Biz unaqa emasmiz-ku. Sen hammadek bo'lishing kerak, sen mana shu qolipga joylashishing kerak. Qolipga joylashsang, jamiyatga joylashasan va foydali inson bo'la olasan. Ko'p har tomonlama o'ylab ko'rish kerak. Bo'lishi mumkin, sababi umuman boshqa joyda deganim, bo'lishi mumkin nasliy. Ajdodlaringizda, naslingizda nimalardir bo'lgan aytaylik. Buni ham inkor etmaymiz. Misol uchun ruhiy kasallar bo'lgan bo'lishi mumkin, aqldan ozganlar bo'lishi mumkin, nikohsiz tug'ilgan bolalar bo'lishi mumkin, yo'qotilgan bolalar, rad etilgan bolalar,
ruhiy kasal bolalarni yo'qqa yuborgan bo'lishi mumkin. Bekitishgan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Bir nechta sabablari bor. Har tomonlama sabablari bor. Yoki men yaxshi ona emasman. Agar ayol kishida men yaxshi ona emasman, men yaxshi ona bo'lishim kerak desa, u конечно uni hayotida bolalar bilan problema bo'ladi. Va u bolasini tuzataman deb harakat qilib, yaxshi onaligini isbotlaydi. Mana bola sog'lom bo'lsa qanaqa isbotlaydi yaxshi onaligini? Bolamga og'ir bir muammo kerakki, mana ko'ryapsizlarmi qancha yuguribman? Qaranglar, men qanaqa yaxshi onaman. Muammoda ona o'zini yaxshi onaligini his qiladi. Tasavvur O'zini qiling. topadi. O'zini topadi. Da, balki sizni boshqa qiladigan ishingiz yo'qdir, balki tayinli maqsadingiz yo'qdir. Butun diqqati bola bilan bo'lsa agar onani, bunday bolalarda juda ham ko'p muammolar bo'ladi. Ham sog'lig'ida, ham xulqida, ham o'qishida yoki o'zini topishida. Nimaga? Onalar bor, men bolam uchun yashayman. Men bolam uchun o'zimni fido qilaman. Bu bolaga yuk bo'ladi. Kerak emas men uchun yashash. Kerak emas. Meni o'zimning hayotim bor. Onani o'zini hayoti bo'lishi kerak. Bularni nima uchun aytmayman, hozir Shahnoza, qarang. Yillar davomida nafaqat bolalarni, onalarni ham kuzatasiz. Mana shunday muammoli bolalarni onalarida o'xshashlik bormi? Hamma onada bitta o'xshashlik aybdorlik hissi hech qachon ketmaydi. Kuchli aybdorlik hissi bor. O'zi bilmagan holatda o'zini ayblayveradi. U podsoznaniye, u yo'q, men qabul qildim deydi, lekin men at dushi qabul qilganni o'zimni praktikamda lichna qolganlarniki balki qolganlarda bor, men ko'rmadim hali. Bilasizmi, buni qanaqa belgisi bor? Misol uchun, yo'q, qabul qilganman deb haqiqatan qabul qilmaganni. Chunki qabul qilishlik bu mana shu vaziyat bilan, mana shu bola bilan baxtli bo'lish. Unaqasi. Mana shu bola bilan Allohni sevish. Ya'ni xursand bo'lish, kulish. Bunday onalar kuladimi? Xursand bo'ladimi? Ko'zi kulmaydi onalar. Kulmaydi. Kulolmaydi. Bu yuk, bu menga tamg'a, bu men umrimni oxirigacha ko'tarishim kerak bo'lgan bir narsa. To'g'ri, balki hozir onalar aytar, senga gapirish oson deb. Sizlarga gapirish oson. Sani farzanding sog'lom, sen o'zing duch kelmagansan deb aytishinglar mumkin. Buni ham tushunaman, buni ham qabul qilaman. Lekin hammani darsi har xilda. Hammani darsi har xil bu dunyoda. Qilish ham qiyin-da juda ham. Men yashab ko'rganman-da. Mana chet elga birga chiqib bitta xonada oxiri o'zim aytganmiz, aylanib keling, o'zim yuraman bola bilan hamma joyda deganman. Bilasizmi qanaqa qiyin onalarga bir xillarda kurs o'taman-da, onalar ham kurs o'tganimda o'zi mutaxassislar uchun kursda, lekin hozir onalar ko'p kelishyapti. Men aytaman, sizlar bu yoqqa ona bo'lib kelmadinglar. Haqiqatni bilishinglar kerak, bolani qabul qilishinglar kerak deyman. Bilasizmi, Haqiqatga tik qara olish qiyin-da bu, bilasizmi? Kechgacha yoningizda 24 soat kimdir pis qilib yursa dash. Qiyin-da. Даже men shunaqa tarbiyachi bilan ishlaganman, yuraklarida anaqa bor, chiqillaydigan narsa qo'yadi yuragiga. Ular antidepressant ichardilar-da. 24 soat chiqillab turadi yuraklarida. Endi shunaqa mundoq qarasa bolasi shunaqa bo'lsa, mundoq qarasa bolasi shunaqa bo'lsa. Bu juda qiyin vaziyat-da. Shunga qaramasdan, Shahnoza qarang. Misol uchun meni praktikamda ham Down bolasi bor, nogiron bola onalari kelgan, o'qigan, ustida ishlaganda. Haqiqatan qabul qilishlik bu shu bola bilan baxtli bo'la olishlik. Shu bola bilan Allohni sevish. Shu bola bilan o'zi, onani o'zi to'laqonli hayotda yashash. Voz kechmaslik o'zidan. Misol uchun bunday onalar voz kechadi-da, bo'ldi, menga emas. Bu narsalar menga emas. Meni bir katta ma'bitda bir narsam bor, da. Qurbon pozitsiyasi, mana shunaqa ovolinadi. Biz erishganmiz shu narsaga. Mana boya gap etdingiz. Bu holatlarda ona bilan bolani kindigi uzilmagan dedik. Uzilmagan. Bu degani onadagi o'zgarish bolaga ham ta'sir qilishi mumkin-da. Albatta. Bunaqa narsa bo'ladi-da. Katta narsa so'rab kelishadi-da. Ko'p narsa. Birato'la tuzalsin deb. Keyin
erinmasdan 1 soat, 2 soat qancha kerak bo'lsa har o'tgan ketganimda savolga javob berib, kechasi ham javob berib, sekin-sekin o'rgatasiz baribir. Va iloji yo'q. O'rganmasa chiqib ketadi boshqa yoqqa. O'rgatib bolasini qabul qilishni boshlasachi, bizning darslarimiz 1 soatda zo'r. Bir haftada 1 yildan beri gapirmayotgan bola 1 haftada patillab so'zlari chiqib ketadi. Lekin ona shunaqa gapirgandan keyin bu endi bilmadim. Men endi psixolog emasman-da. Mana sizga savolim. Ona bolasi gapirib ketgandan keyin bo'ldi deydi. Bo'ldi demaydi, institutni xohlaydi. Demoqchiman. Bolasiga qo'yadigan talablari talab kuchayib juda kuchayib ketadi. Uni bola ham qila olmaydi. Pedagog pedagog talabga o'rgandan keyin endi kichkinagina natijaga erishgandan keyin, конечно, o'quvchingizni yo'qotib qo'ygingiz kelmaydi. Ketib qolishni xohlamaysiz. Uni qilaman deb keyin pedagog nima qiladi? Noto'g'ri qadam bosishni boshlaydi. Bu deganim faqat videoga ishlaydi. Onasini qondirish uchun, samootsinkasini qondirish uchun. Bu onani samootsinkasi ham pastda. Qarang, bola bizi uchun bu mana go'yoki bu meni mahsulotim, meni obro'yim. Ya'ni bolam sog'lom bo'lsa, a'lochi bo'lsa, olimpiadalarda qatnashsa, chiroyli bo'lsa, sportsmen bo'lsa, mana men zo'rman. Bolamning yutuqlari meni yutug'im. Mana biz qilganmiz-da buni. Onalarni ota-onalar majlisida oldi qatorda o'tirishi. Shunaqa. Bilmaysiz, onaga farqi yo'q. Bolaga nagruzka bo'lyaptimi? Kerakmi o'zi? U kerakmi, yo'qmi? Men qancha olimpiadada qatnashib kasal bo'lib qolgan bolalarni ko'rganman. Depressiya tushdi. Kuchli nevrozda-da. Mana shu olimpiadada bu ota-onaning obro'sida. Ya'ni onaga umuman farqi yo'q. Bolam ulguradimi, ulgurmaydimi, bolaligi bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Men yaxshi onaman. Men ota-onalar majlisida oldinda turib, qarsaklar eshitsam, menga ochko yoziladi. Xuddi shunday, endi tasavvur qiling, meni bolam nogiron bo'lsa, meni bolam kasal bo'lsa, meni bolamni rivojlanishi, sutlashsa, demak men yomonman. Shunaqa bitta narsada. Men yomonman. Shuning uchun sal o'zgarish bo'ldimi? Shu paytgacha sen tug'ding bunaqa bolani. Onaga tashishadi-da. Hamma tashiydi. Eri ham tashiydi, qaynona ham tashiydi. Sen shunaqa bola tug'ding deydi. Ya'ni ochko yig'ishim kerakmi? O'zimni oqlashim kerakmi? Mana shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Shunaqa bola tug'ilsa, er voz kechishi, otasi voz kechishi bunday bolalardan. Bu ham ko'p. Ona o'ziga qolib ketadi ko'p holatda. Shunaqa, chunki unaqa narsa ko'p. Qaynonalar ayniqsa aytishadi. Voy o'g'lim beli to'la bola. Kasal bola avlodimizni sinotga qo'yadi. Lekin men aytaman, u siz deyman 9 oy qiynalib, toksikoz hamma narsa, yana uyda ishlaringizni qilib, men bunaqa deyman-da, rebrom qo'yish kerak masalani deyman. U bolani ne hasratda, qanaqa dard bilan tug'dingiz. Bundoq qarasangiz, imkoniyatchi, особенный bola tug'ildi. Siz aytishingiz kerak qaynoningiz agar shunaqa deganda, asosiy pul beradigan inson otami? Siz kasal bola tug'iydi, hammalarni qiynaydi, o'zim ham qiynalay demagansiz-ku. Bir kun kechgacha o'zingiz qarab ko'ring deyishingiz kerak. O'shanda tushunib yetsin sizni. U o'g'lini o'ylantirish kerak emas, nabarot birgalikda kurash kerak. Chunki bizani kasbda, bizani o'quvchilarimiz yaxshi bo'lishi uchun faqat jamoa bo'lsa, to'g'ri jamoa. Va birinchi o'rinda onani holati. Onani holati. Gapira olish kerak deb o'ylayman. Bolasini holatini, o'zini ichki holatini. Butun dunyo qarshi chiqsa ham ona bolasi uchun bo'lish kerak-da. Shunaqa. Mana Elon Muskda ham, Einsteinda buyuk insonlarni, olimlarni boshida go'yoki qanaqadir отклоненияsi bo'lgan va ular sinfdoshlaridan ajralib turgan. Ularni muammosi bor, patologiyasi bor deyilgan. Lekin ona ko'ra olganda uni daholigini. Onani ishonchi, umidi hech qachon so'nmagan. O'sha boya aytdingiz, bunday onalarni birlashtiradigan hissiyot bu aybdorlik hissi. Men aytmoqchimanki, o'zimni tomonimdan aybdorlik bormi? Aybdorlik hissi bormi? Jazo bor. Ya'ni odam ayb ish qildimi, jazolanish kerak. Bo'lmaydi bunaqa. Aybdor ish qilsa-da uni rag'batlantirsa, mana senga pul yoki konfet. To'g'rimi? Ssenariy shunday. Aybdorlik jazolanish kerak. Aybdorlik yoki yomon qilingan ish
mukofotlanmaydi, rag'batlantirilmaydi. Shunaqa ssenariy bor. Agar insonni ichida, ayolni ichida men aybdorman degan narsa bo'lsa, u jazolanadi. U jazolanishga mahkum. Ko'p holatlarda bunday muammolarni ona o'ziga jazo deb biladi. Men jazolanyapman deydi. Nimaga jazolanyapsan? O'zingni aybdor deb o'ylaganing uchun. Va mani praktikamda juda ham mana shunaqa og'ir, kuchli, даже jiddiy tashxislardan chiqib ketgani bolani aybdorlikdan ozod qilganimiz uchun onani. Ona o'qiydi psixologiyada, o'z ustida ishlaydi, aybi yo'qligini, aybdorlik hissidan xalos bo'lgandan keyin, aybi yo'qligini anglagandan keyin bolada shunaqa chiroyli o'zgarishlar bo'ladi. Hayron qoladi. Даже yillar davomida kuzatuvda bo'lgan bolalar, o'sha kuzatadigan shifokorlari, pedagoglari hayron qoladi. Nima qildinglar bola bilan deydi. Va men siz orqali ham hozir yetkazmoqchiman. Men siz orqali, siz men orqali da ayollarga yetkazmoqchimanki, hurmatli ayollar, onalar, bunday muammo, bunday tashxis juda ham og'ir. Ichingizdan nima o'tganini siz bilasiz, Xudo biladi. Boshqa hech kim his qila olmaydi sizni holatingizni. Lekin biling, yechimi bor. Biling, imkoniyati bor. Va men yana bitta narsani kuzatganman. Hozir bu gapim orqali mas'uliyatni onaga bermoqchiman-da. Chunki ko'p bunday onalarda mana tuzatib bering. Shunaqa. Qarab bering, gapirtirib bering. Yaxshi doktormisiz? Men nima pul to'layapman? Biz necha oydan beri qatnayapmiz? Shunaqa. Xuddiki men javob bermayman bunga. Boshqalarga yuklash. Bunday bolani bo'ldi deydi. Mana faqat boshqalar qarash kerak deb o'ylaydi. Mana pulni to'layapman-ku. Qatnayapman-ku, olib kelyapman-ku. Bitta bola bilan ishi bitmaydi. Ona o'qish kerak. O'qish kerak ona. Ona ilmli bo'lish kerak. Ona tegiga yetish kerak bu masalani. Nimaga men uchun meni bolam bilan emas? Xudoyim, shu bolam orqali menga nimani yetkazmoqchisan? Nimani tushunishim kerak? Mana shu bolasini ko'ziga qarab, ko'zini ich-ichiga qarab, ko'ziga tikilib, farzandingizni ko'ziga tikiling. U sog'lommi, nogironmi, umuman farqi yo'q. Nima demoqchi Xudoyim? Mana shu bola orqali, uni xatti-harakati orqali, uni so'zlari orqali u sizga nima demoqchi? Shunchalar muammo og'riqlimi? Demak, mana bu holatda tushunmadingiz, mana bu vaziyatda tushunmadingiz, mana bu vaziyatda be'tiborlik qildingiz. Bu eng oxirgi nimada o'sha dang'illatadigan. Facebookda bitta narsa o'qiganman-da. 20 yil bo'lgan o'qiganimga. Bitta DTP qiz xat yozgan Facebookka. O'zi haqida. Men deganda ruschalab meni dunyoga kelishim bekorga bo'lmagan onam uchun degan. Farishtalar degan, onam homiladorligida farishtalar Alloh yoniga borib, Allohga borib, to есть Alloh aytgan, shu ayolga shunaqa kamchiligi bor, farzand beraman desa farishtalar aytgan ekan. Endi bu DTP qizni gapi. Nimaga bu o'zi yaxshi bo'lsa, nabijniy bo'lsa, senga ishonsa, oilasi tinch, ozoda, xullas har tomonlama mukammal bo'lsa, nimaga desa, men esidan chiqib qolmasligim uchun. Men shu bolani bersam, bu bola ona deganda alhamdulillah deydi deb. Endi ruschalab bu. Shu narsadan shunaqangi ta'sirlanganman, lichni o'zim. Bu именно o'sha DTP qiz yozgan. Men onamga yuqoridigini eslatib turish uchun kelganman. Mana men hozir gapirdim, mana sizlarga yozyapman degan. Tasavvur qilyapsizmi? Endi chiroyli tahlil qilganda bu narsani demoqchiman. Balki nimadir eslashimiz kerakdir, nimadir o'ylashimiz kerakdir, nimadir o'qib o'rganib rivojlanishimiz kerakdir. Men o'ylayman, bunday muammo, bunday og'riqli vaziyat insonga o'sishi uchun, rivojlanishi uchun, ilm olishi uchun, ilm yaqinlashtiradi-da bizani Allohga. Agar shu bola onasini ilmga kirishiga majbur qilsa va bu orqali ona o'zligini anglasa, asliyatiga qaytsa, Allohga qaytsa, demak shudir balki bu bolani vazifasi.
Qachonki ona buni anglab yetsa, shuni o'zida o'zgarishlar boshlanadi. Tushundim Allohim, tushundim. Nima qayerda o'zgarishim kerakligini angladim deganni o'zida bolada o'zgarish boshlanadi. Men buni juda ham ko'p guvohi bo'lganman. Birinchi uchrashganimizda aytdingiz-ku, kelajagimiz 20 yildan keyin. Как раз men bordim. Aytdim shunaqa Nargiz Sattarova bilan uchrashdim dedim. Как раз kurs edi. Onalarga aytibman. Men shunaqangi zo'r motivatsiya olib keldim dedim. Haqiqiy dedim, qaranglar dedim. Bularni vaqtida aniqlasak, vaqtida to'g'ri ish olsak, siz vaqtida to'g'ri qabul qilsak, biz birgalikda ishlaymiz Nargiz Sattarova bilan. Menga juda ham yoqdi. Men boshqacha motivatsiya bilan o'tdim-da o'sha kuni darsni. Tasavvur qiling, siz bolangizni qabul qilsangiz, siz o'zingizni kimligingizni tushunsangiz, keyin bolada o'zgarish bo'lsa, bu bolalarni bu ongi, chunki bir xillarda ularni qilayotgan xatti-harakatlarini kuzatsangiz, boshqacha bolalarda, ularni talantini topsak, demak biz oddiy hayotga o'rgatib turib, oddiy ishlarni qilishni bilsa, keyin talantini rivojlantirsak, bizdan ham balkim Elon Musk chiqar o'zbeklardan. Messi chiqar o'zbeklardan, Einstein chiqar. Bizni ham juda ham avlodimiz buyuk avlod-ku. Shunaqa ujechi ertasi kuni endi kelishyapti. O'sha menda o'qigan o'sha 3 ta ona boshqacha ruhiyatda hozir o'zingizlar bolanglarga o'zingizlar dars o'tinglar deb kirg'azib yuboryapman-da. Olimlar bilan dars o'tinglar. Men aytdim, 20 yildan keyin bu bizning kelajagimiz deyapman. Shunaqa deb aytdilar deb sizga aytdim-da. Keldi rostdan ertasi kuni kelib Shahnoza opa rostdan bolam mana qilar ekan, men ahamiyat bermas ekanman debchi уже o'zgarishdi-da o'sha onalar. Men o'ylayman, men juda ham ishonaman shu narsaga. Biz bilan bo'layotgan narsalarga holatimiz bog'liq. Atrofimizda bo'layotgan narsalar holatimizga moslashadi. Agar aybdorlik hissida bo'lsak, bizni jazolaydigan holatlar. Agar qo'rquv vohimada bo'lsak, bizni qo'rqitadigan vaziyatlar. Agar xotirjamlik, rozilik, shukronalikda bo'lsak, mana shu shukronalikni ko'paytiradigan vaziyatlar sodir bo'ladi. Atrofimizdagi vaziyatlar, farzand, turmush o'rtoq, pul, sog'liq, tana holatiga bog'liqda. Va shu o'rinda aytmoqchiman, qadrli onalar, farzandingizda shunday muammo bo'lsa, biling, bunda sizni aybingiz yo'q. Bunda turmush o'rtog'ingizni aybi yo'q. Bunda ota-onani yoki shifokorlarning aybi yo'q. Bunda hech kimning aybi yo'q. Lekin buni ortida juda ham katta hikmat bor. Va agar siz buni ortida nima borligini ko'ra olsangiz, anglasangiz, marra sizniki. Xudoyim aynan sizga buyurgani, atagani siz hozir buni tasavvur ham qila olmasligingiz mumkin. Biling, muammoli bola bu tamg'a emas. Bu yuk emas. Bu jazo emas, bu sinov emas. Bu sizni o'zligingizga, asliyatingizga, Allohga eltuvchi yo'ldir. Bu sababdir. Shuning uchun o'ylaymanki, mana shu bugungi suhbat sizga bir motivatsiya beradi, umid bag'ishlaydi, ishonchingiz oshadi. Qachonki siz mana shu vaziyatni sabablariga, ya'ni o'zingizga diqqatni qaratishni boshlasangiz, sizni natijalaringiz sizni shunaqa ham xursand qilish mumkin, o'zingiz kutmagan holda. Va shu o'rinda sizga mana shu qadamni qo'yishni tavsiya qilaman. Mana shu video ostida berilgan havola orqali siz Men borman onlayn loyihasida qatnashishingiz mumkin. Sinab ko'ring. Birinchi qadamni qo'ying. Ichingizda ulkan, ijodkor, mo'jizaviy kuch borligini his qiling. Bu kuchni namoyon qilishga o'zingizga imkoniyat bering va mana shu sizdan taralayotgan holat albatta farzandingizni sog'lig'iga ham ta'sir etadi. Ajoyib suhbat bo'lyapti, lekin vaqtimiz ming afsus chegaralangan. Siz bilan soatlab gaplashsam ham o'zim qiziqib ketyapman va birgalikda muammolarga yechimlar topishni xohlayman. Keling, qisqacha hozir ko'plab ayollarni o'ylantiradigan narsa bu telefon, gadjetlar mavzusi. Bolalarni qaram bo'lib qolishi, bog'lanib qolishi, onalar o'zini ishini osonlashtirish uchun bolani oldiga telefon qilib yoki ovqatlantirishi yoki chalg'itishi, nima deysiz? Bu qanchalar ta'sir qiladi bolaga va buni oqibatlari qanday bo'lishi mumkin? Me'yor qayerda? Telefon berish kerak desam qanaqa qaraysiz? Men to'g'ri qarayman. Nimaga? Chunkichi men o'zim yetkazolmagan narsanchi telefon bolamga shunaqa zo'r yetkazgan, bir nechta tilda gaplashishi, ko'p axborotlarni o'rganib olishi.
lekin bu yerda lokini ham bor, to'g'rimi? Lokini bor. Sezib turibman shunaqa deyishingizni. Xo'p, qarang, sog'lom bolalar haqida aytsam, давайте. telefon mumkin. Aha. Chunki telefon hayotimiz. Da. Bizdan telefonni 1 soatga olib qo'ysin, xuddi bir nimangiz yo'q yoki kechasi bir turishingiz bilan sразу bitta prolistavать qilasiz. Aha. Men aytaman, telefon bermayman deb sog'lom bolasini ham konsultatsiya qilishga olib kelishadi, sog'lom bolani ham. Telefon xuddi shu muammo. Men aytaman, o'zingiz kechqurun deyman. Uyqungiz kelayotganda Instagramda listach qiling, uyqungiz o'chadi, o'zingiz mundot his qilsangiz euforiya bo'ladi. Maza qilib yorasiz. Aha. Конечно, biz ham bolalarimiz bular endi rivojlanib kelayotgan deyman. Faqat deyman, chegara, me'yor va alternativa bo'lishi kerak. Hozirgi paytda sog'lom bolada ham nima isterika ko'p. Nimaga yerga yotib olishadi? Sog'lom bolalar qarang, bir nima olib bermasangiz yoki o'sha faqat chupa-chups yeyish kerak, pищевое поведение, RPP hamma bolada. Nimaga? Chunki onalar o'zini o'ylab, o'zini tinchligi, stressga tushmasligini o'ylab telefon beradi. Lekin telefonga alternativa qilsa ham bo'ladi. Yoki bizda kontrakt degan narsa bor. Kontrakt tuzish kerak sog'lom bola bilan, kelish kerak. Telefon beraman, shartlashiladi. Mana. Lekin telefonni masalan 5 minut beraman yoki yarim soat mumkin bolaga. Yarim soat ko'rasan, keyin 2 soatdan keyin yana yarim soat ko'rasan. Lekin 2 soat o'sha bo'sh bo'lgan paytida chalg'ish uchun nima tayyorlab qo'ydi ona? O'rin narsa bo'lishi kerak. O'rin bo'lishi kerak. Mumkin telefonni olib qo'yamiz yoki YouTube'ga o'chirib qo'yamiz, o'rtog'ida boshqa narsa ko'rib kelishi mumkin. Qo'rqinchliroq. Oddiy masalan, o'zim kecha o'yladim-da. Hozir har xil reklamalar chiqyapti. Muncha pul qo'shsang, muncha yutasan. Nimadir narsa ko'rib tursangiz reklama chiqadi. Ana yutasan degan narsa. Nimaga hozir shunaqa narsalar ko'payib ketdi? O'sha narsaga a'zo bo'lib, suitsidlar ko'payib ketyapti, yosh bolalarda ayniqsa. Prosta kontrol bo'lish kerak. Ko'rasan, suhbat yo'q. Kommunikatsiya bolasi bilan yarim soat hatto bolasi bilan biza qanaqa onalarimiz bilan masalan onam kechqurun bizani yig'ardilar. Biza bugun hozir bayram qilamiz derdilar, olib chiqinglar derdilar. Yer yong'i olib chiqardik. Onam bilan o'tirib sensorное насыщение deyiladi, или переключение deyiladi. O'tirib orzularimiz gaplashardik. O'sha jinnicha orzular bo'lsa ham onam eshitib o'tirardilar. Bizni telefonda yoki kerak emas narsa oqimga kirmasdikda, chunki eng yaqin inson kim? Ona-ku. Ular o'zlarining orzularini aytardilar. Bizning orzularimizni aytardik. Tahlil qilardik. Emotsional yaqinlik, kontakt, muloqot, mana shularni o'rnini telefon bosmaslik kerak. Конечно, emizayotganda nimaga telefon kerak? Telefonni olib qo'y, bolang bilan gaplash. Sensorniy to'yintir bolangni. Hozir sensorniy narушение nimaga ko'p? Chunki ximikat yeymiz biz. Bizda judayam ko'p suxamiyatka ko'p hayotimizda, который ichiga nitrat qo'shilgan. U bir pasda ta'mim birdaniga sezasizda, sensorniy sразу насыщение sog'lom odamda ham. Biz-ku to'g'ri qabul qilamiz. Bolalar uni noto'g'ri qabul qiladi. Pastda o'rganib qoladi. O'rganib qolishlik bor-da. Bunga alternativa qilinsa, masalan, mayli ikkita chups beraman, lekin bitta brokoli yeganingdan keyin. Mumkin-ku. Bu kelishuv. O'yin tarzida qilish. Yoki mana biz oldin boya esladik, mana loy o'ynab o'rtasini teshib hamnaqalar otardik. Yugurardik, cho'plarni u yoqqa bu yoqqa otib. Hozir bola kir bo'lishi mumkin emas. Hozir bola hovlida o'ynash mumkin emas. Ko'chada, domda, pastida chaqiravurardilar, uyga kirasanmi yo'qmi deb. O'rtog'imiz ko'p edi. Shilib yorardik, tizalarimizni shilib olardik. Shilinish mumkin emas, yiqilish mumkin emas. Yuvilmasdan narsa yeyish mumkin emas. Hozir lekin oralni o'sha narsaga mikroblarga to'yinish kerak. Hozir влажный salfetka hamma yo'q. Lekin o'shanga qaramasdan gijja, parazit, har kun tozalaymiz bolani. Chunki suxamiyatka yeydi. Oldin men bog'chada tarbiyachi ham bo'lib ishlaganman-da, bu kasb kelguncha hamma bosqichga o'tganman. Onalarga aytardim, unda chatlar yo'q edi, aytardim, juma kuni bolanglar kir bo'lib ketadi, tayyor bo'linglar. Haftada bir marta men kir qilaman derdim. Shunda qo'yib yorardim, loy, pesok, kir, zamena kiymas, kir kiyimda yuradi derdim. Har juma meni gruppamdagi bolalar yag'ir bo'lib ketardi uyiga. Qo'llarini yuvardik endi ovqatlanishga.
kir bo'ladigan kun derdim. Именно oyoq kiyimsiz yerda yurish Oyoq qanaqa kiyimsiz, foydali man miyaga. ruxsat berardim, plashatka qo'yib yuboringlar, kir bo'lsin derdim. O'ynasin, maza qilsin, yeb ko'rsin shu narsa. No hozir частный bog'chalar hammasi kameralarda onalar kuzatiladi. Agar Xudo ko'rsatmasin bir nima bo'lsin. Shunaqa narsa bor. Bolam video, biz ham kamerada o'tiramiz har doim. Menda ham onlayn подключение 24 soat ona men darsimni ko'ra oladi. Pedagoglar. Da. Videoda bolani qo'lini olib biz birga harakatlantirishimiz kerak-da. Masalan, bajar deb bundoq qilib bolani qo'lini olib bundoq qilsangiz, videoda xuddi taq etib urgandek bo'ladi. Ona yugurib kiradi. Tushunyapsizmi? Yoki kamerada aytishadi anaqa kamera qo'yilgandan keyin har bitta harakatni u bolasining harakatini tahlil qilmaydi. Pedagog harakatini tahlil qiladi. Masalan, bolani tahlil qil. Pedagog rahbardan so'rab ol. Yoki bog'chalarda. Nimaga bog'chalarda urush ko'p deb o'ylaysiz hozir? Потому что напряжение-da hamma menimcha. Yo'q, Kuzatuvda deb o'ylaydim. mutaxassis yaxshi emas. Mutaxassislarga to'g'ri pedagogik yondashuv qanaqa ekanligini o'rgatilmagan. Men o'ylayman, men yondashuv ham zo'r bo'lsa, men 50 ta diplomim bo'lsa, lekin o'sha bog'chapani yoki vaspitatelda holati yomon bo'lsa, o'zi alamzada bo'lsa, erdan kalta yeb kelgan bo'lsa, Shuda alamini qattandir olish kerak-ku. Shvetsariyada menda родители Shvetsariyalarga ham borib kelishadi-yu endi. Shvetsariyada pedagoglarni, именно bizning sohadagi pedagoglarni psixologlar обязательно Обучение o'tkazib malaka oshirish. Bizani tekshirar ekan. Bu meni orzuyim. Ha, meni orzuyim. men o'zim ham oldin rosa psixolog borardim, hozir просто bormayapman. O'zimni o'zim kontrol qilish uchun borardim oldin. Bu meni orzuyim. Shu fursatdan foydalanib orzuyimni namoyon qilmoqchiman. Ilohim amalga oshsin, eshitadigan odamlar eshitib olsin. Bo'lish kerak. Men shunaqa markaz ochish orzuyim. Обязалово, majburiy. Hammasi. Barcha pedagoglar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, bog'chadagi barcha tarbiyachilar, maktab o'qituvchi, qanaqa qiyin o'qituvchi bo'lishdi, endi o'smir bolalar bilan ishlash, o'zi emas, 30 ta 40 ta bola o'zini bolasini eplolmaydi. Barcha pedagoglar, mediklar, medsestralar, hamshiralar, hamma odamlar bilan, bolalar bilan ishlaydigan sohalarda hech bo'lmasa mediklar bilan pedagoglar majburiy psixologik savodxonlik darslaridan o'tish kerak deb o'ylayman. Men shu narsani tarafdoriman. Narsadan o'tish kerak. И психологический разгрузка bo'lish kerak. Da. Chunki o'zini razgruska qilishni o'rganish kerak, bilish kerak. И keyin men xulq bilan ishlayman-ku endi. Ruhiyat emas, endi bizda xulq bilan ishlaymiz. Har bitta pedagog inson bilan ishlaydigan inson xulq nima ekanligini tushunish kerak. Ko'p narsani tushunish kerak. Вообще o'zi ko'p narsani bilish kerak. Chunki chet elda o'qitilar. Oson emas-da, chunki chet elda o'qitilar ekan. Xudo xolasa biz ham mana shu darajaga yetamiz degan umiddaman. Endi oxirgi savolim. Nima qilish mumkin emas? Keling, mana onalarga aytaylik. Qat'iyan man etiladi. Nafaqat nogiron farzandlar, balki sog'lom bolalarga nima qilish mumkin emas? Telefonda nima ko'rayotganini kontrol qilish kerak. Ona bilish kerak, bilish kerak. Ikkinchidan, kontrol qilganda bolada qanaqa ta'sir ko'rsatyapti? Oynaga borib o'sha harakatni qilyaptimi? TikTokda bor o'sha. Xunuk narsa, sog'lom bola ham qiladi. Ona har doim bolasini to'g'ri kuzata olish kerak. Har bitta harakatini qabul qilib, tahlil qilishni bilish kerak. Nima uchun ko'ryapti o'sha narsa? Tak. Men ham aytib ketaveraman. Siz ham esingizga tushsa aytib ketavering. Onalar bolalarni urish mumkin emas. Bu qat'iyan man etiladi. Bola sizning mahsulotingiz emas. Bola sizning buyimingiz emas. Siz bolaga egaman deya olmaysiz. Bola sizga kelmagan, siz orqali kelgan. Shuning uchun bolaga qo'l ko'tarishga onalarning haqqi yo'q deb hisoblayman. Suhbat. Xo'sh nima? Suhbat nima alternativani bilish kerak. Suhbatni bilish kerak o'shani qilishni ham. Alamingizni olish mumkin emas boladan. Bolani uxlayotganda baqirib uyg'otish mumkin emas. Bolani boshiga urish mumkin emas. Bolani oldida turmush o'rtog'ingiz bilan razborka qilish mumkin emas. Baland ovozda birdaniga agar bola o'ynab turgan bo'lsa, birdaniga baqirib olsangiz, bola uchun bu stress.
bittada duduqlanib qolishi mumkin, bittada sariq kasal bo'lib qolishi mumkin, bittada siyg'oq bo'lib qolishi mumkin. Enures, allergik holatlar, doimiy laringit, tanzilit, barcha bolalar kasalliklari psixosomatik kasalliklar hisoblanadi va bu oiladagi tarbiya va muhitdan kelib chiqadi. Yana nima qilish mumkin emas? Bitta voqea bor, rechevой negativizm degan narsa. Aha. Xuddi shu oiladagi muammolar. Shunga prosta voqea aytib beraman, hammani esda qolish uchun. Xotin urushishgan. Aha. Bola 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'ladigan davrda bo'lgan, gapirayotgan bola bo'lgan. Xotin urushganda bola onani qo'lida bo'lgan. Bunaqa vaziyat bizda har kun. Ha, o'shada kelganda onani urgan. Bola endi konsultatsiyada hamma tochkalarni bilish kerak-da. Qayerda xuddi kamera qayerda turganini so'rab olish kerak. Bola qanaqa qarab turuvdi desam, adasiga qarab turgan. Ada vajohat bilan kelganda, urganda bola otaga qarab turib, keyin onani yelkasiga ertasi kundan vobshim gapirmaydi. Umuman nutq yo'q, gapirmaydi. Qadrli onalar, bolaga riski birdaniga qo'l ko'tarsangiz yo baqirganingizda mana qilishi, mana bolani bunday qilishi, bu spazm. Bu spazm, bu tanada spazm, bu ichida qanaqa spazm bo'lganini bilmaysiz. Keyinchalik o'smirlik davrida bosh og'riqlar, har xil yomon tushlar ko'rishi, bezovta bo'lishi, bolani maktabda tirnoqlarini yeyishi, likkilli urishi, bitta narsani qaytarish, это hamma sababi trevojность. Xavotir bolani ichidagi, pul o'g'irlashi, keyin qilgan ishlarni sizga aytolmasligi, o'zingiz qiynalasiz. O'zingiz keyin bola katta bo'lgandan keyin qiynalasiz. Bolani tanasi rivojlanmasa, ozg'in bo'lsa, bukilib qolsa, biling, uni ruhiyati joyda emas, u xotirjam emas, u bemalol emas va bu ming xil asoratlar bilan, ming xil oqibatlar bilan keyin chiqishi mumkin. Keyin yurasiz qiynalib, doktor. Men o'sha aytmayapman, bola uyda misol uchun nimadir ko'rish istamasa, onalar dod deydi, bolamni zreniyasi pasayib ketadi. Yosh bola ko'rish qobiliyati pasayib ketadi. Chunki bola nimanidir ko'rish istamaydi. Mana shuni ko'rganimdan ko'ra deydi. Nimadir eshitishni istamaydi. To'satdan allergiya bo'lib qolishi. To'satdan allergiya bo'lishi yoki enures. Mana bizada o'qigan onalarni 100% bolalarni enurezi chiqib ketadi. Enurezdan. Nimaga? Chunki enurez otadan qo'rquv. Vlastniy, hukmdor ota-onadan qo'rquv, doimiy nazoratdan qo'rquv, o'shaning uchun kechasi nazoratda usholmaydi. Chunki doimiy naprejeniya, doimiy nazoratda. Kechasi qo'yib yuboradi. Mana hamma holatlarni sababi bor. Ruhiy sababi bor. Boshqa sababi bor. Shuning uchun ham shifokorlar tomonidan, ham pedagoglar, ham psixologiya tomonidan yondashsangiz va o'quvingiz bo'lsa, ilmli ayol bo'lsangiz, menimcha o'ylayman, mana yaxshi tarbiya berish uchun, yaxshi ona bo'lish uchun prosta ilmli ayol bo'lish kerak bo'ldi. Qanaqa qilib yechimini topish uchun kalla aqli bo'lish kerak. Tahlil qila olish kerak. No, menimcha bugunga yetarli. O'zi gap ko'p. O'zi gap ko'p. Lekin yana bitta tavsiya berib ayting. Как раз shu sog'lomlik haqida aytayotganda, meni fikrimcha har bitta bolani har 3 oyda bitta rasm chizdirib test qilish kerak. O'xti, keling mana hozir tavsiya beramiz. Aytishingiz mumkin kameraga. Qanaqa rasm chizdirsin, nima desin? Oilasini albatta chizib bersin bola. Chunki ko'p bola gapira olmaydi, lekin rasmda bilinadi. Sog'lom bola. O'shanga nimaga e'tibor bersin chizgandan keyin? Qatta masalan otasi qatta turibdi, onasi qo'lini ushlaganmi, ko'zi bormi, qo'llari barmoqlari ochilganmi, yopilganmi, mushtimi, ranglar, rang qaysi rangga oldi, qog'ozni qanaqa qo'ydi, ko'rsatib so'rab chizyaptimi yoki podskaska ko'rmasdan o'zi chizib ketdi. Masalan, shunaqa narsa bor. Sog'lom bola kelganda test qilganimizda uycha chiz deymiz biz. Mashina bor. Uycha chiz deymiz. Sog'lom bola ham keladi-yu, masalan, o'qishda 2 ko'p olsa demoqchiman. Agar uycha chiz deganimizda bola uychani mo'risi bilan, nimasi bilan, eshiklar, zamok, hamma narsasi bilan chizsa, demak, men gapimni diqqat bilan eshitgan bo'ladi. Faqat oyna bir nima chizib qo'ysa, demak, xayoli tarqoq bo'ladi-da. Unaqa testlar juda ham ko'p demoqchiman. Bu keng tarqalgan. Zo'r. Masalan, albatta sinfini chizish kerak maktab o'quvchisi bo'lsa. Qayerda ko'radi, o'zi bormi, o'zi o'tdi? Kimdan boshlab chizdi? Oilasini har 3 oyda qilib tursa, menimcha
ayniqsa tahlil qilishga oila uchun zo'r bo'lardi. Vaqtida nimalarnidir bilib qolishga. Oldin referent gruppa degan narsani oldin olishardi. Zo'r. Mana shu yo'nalishda agar hozir bu sizga qiziq bo'lsa ham, Giza psixologiya markazida ham mana shunday har xil turli xil loyihalari bor onalar uchun. Umuman olganda chiroyli tarbiya, qanaqa tarbiya qilish kerak bolani, qanaqa tarbiya qilish kerak deganda o'rnak. Faqat va faqat o'rnak bo'lamizda. Ona sog'lom bo'lsa, bola sog'lom bo'ladi. Ona xotirjam bo'lsa, bola baxtli bo'ladi. Shuning uchun ona ilmli bo'lsa, bola muvaffaqiyatli bo'ladi. Hamma narsa o'zimizdan boshlanadi va men sizga ham o'zingizdan boshlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Men shu narsani tarafdoriman. Muammo bormi? Bu ilmsizlikdan deyman va har qanday muammoni yechimi ham bor. Shahnoza, kelganingiz uchun rahmat, vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Ilohim, Xudoyim sizga mana hozirgidek endi aytmadingiz, baribir qanaqa bir vaqtni o'zida ko'p ishlar qilishingizni Xudoyim sizga kuch-quvvat bersin. Hamisha yuzingiz yorug' bo'lsin. Har doim oilalarga, onalarni qalbi yorishiga, yengillik ulashishingizga har doim Xudoyim sabab chiqsin. Har doim xizmatda bo'lishga nasib aylasin. Shu fursatdan foydalanib, men sizdan juda ham xohlardim konferensiyani e'lon qilishingizni. Nima bo'ladi? Kimlar keladi? Kimlarni taklif qilsak bo'ladi? Demak, 6-7 iyul kuni O'zbekistonda birinchi marta bu xalqaro konferensiya bo'lyapti dunyo miqyosida. Demak, bu konferensiyamizda chet eldan spikerlarimiz bor. Именно hozirgi paytda inklyuziya bizda juda ham dolzarb mavzu. Biz inklyuziyani ko'tarib chiqdik. Bu degan demak imkoniyati chegaralangan bolalarni oddiy xalq odamlar orasiga to'g'ri qo'shish degani. Moslashtirish. Demak, butun dunyoda tan olingan mutaxassislar keladi. Amerikadan, Kanadadan, Germaniyadan, Moskvadan, Qozog'istondan kelishadi. O'zimizni mana sizni taklif qildik spiker qilib. Именно ichak hozir muammosi bo'lyapti. Ichak bilan miya bitta narsa deyishyapti-yu. O'shaning uchun neyrobiolog bo'ladi, nervpatolog, chunki hozir toklar, batlar, har xil tuzatish vositalari ko'payib ketgan. Qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri, o'zi kimga murojaat qilish kerak? Shunaqa narsa. Pedagogik yondashuv. Defektolog kim, logoped kim, o'zimizni universitetda professorlar chiqishadi. Hammasi bo'lib 18 ta spikerimiz bor. 2 kun davom etadi. 2 kun davom etadi. Ertalab 9 dan 5 gacha. Masalan, muammoli farzandi bo'lsa, farzandini olib qolish uchun ham imkoniyat yaratib beryapmiz, chunki mutaxassislar uchun, onalar uchun, soha vakillari, boshqa soha vakillari ham, chunki hayotimizda shunaqa bolalar ko'payib ketyapti-da. O'shaning uchun shunaqa konferensiya qilishga 2 ta mutaxassis, biz 2 kishi ahd qildik. Sizlarni shunaqa chaqirdik. Onalar ga tushuntirsangiz qanaqa bolasini qabul qilishi. Biza yechimini topsak, vrachlar yechimini topsa, birgalikda ishlasak, o'ylaymanki O'zbekistonimizni kelajagi ancha yana ham yaxshi bo'ladi degan fikrda boshlayapmiz shu narsani. Azizlarim, bugunga shu. Agar ushbu suhbat ma'qul kelgan bo'lsa, sizdan bitta like va hali bizni kanalimizga obuna bo'lmasangiz, albatta obuna bo'ling. Bundan-da qiziqarli suhbatlarni tayyorlash arafasidaman va yaqinlaringiz bilan bu video bilan bo'lishing. Keyingi podkastda ko'rishguncha deyman. Sog' salomat bo'ling.